Zamonaviy ta'mirlangan xonadon qidiryapsizmi? Bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq obzorini kiraverishdan boshlab olib beramiz. Bu kvartiramizni kiraverish asosiy eshigimiz domofon sistemalarigacha qo'yilgan. Kirishimiz bilan katta hol juda ham chiroyli uslubda bitirilibdi. Dizaynerskiy loyiha asosida bitgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda katta garderobli shkaf qilingan va chap qo'limizga ham bu joydan unumli foydalanib bu tomonga ham shkaf qilingan. Bu tomon asosiy holimiz juda ham chiroyli qandillar ilib qo'yilibdi. Ikki xona 76 kvadrat metrdan iborat, hali hech kim yashamagan, birinchi yashagan inson siz bo'lishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ta'mirlangan xonadon. Bu sanuzilimiz joylashgan bu tomonda. Sanuzilimiz alohida qilingan ekan. Bu tomonda vannasi joylashgan. Uyimiz to'liq jihozlangan. Faqatgina kiyimlaring bilan kirsalaring bo'ldi. Uyimiz uchun nima kerak bo'lsa, barcha mebellari, jihozlari qo'yilgan. Bu tomonda bo'lsa, eng shirin xonamiz, ya'ni kvartiramiz oshxonasi. Bu mana oshxonamiz. Bu tomonda bemalol stol qo'yib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Juda ham chiroyli kuxonyalar yasatilibdi. Bu tomonda bo'lsa, kvartiramizni отопительный sistemasi. Kvartiramiz to'liq tepli polda isitiladi. Juda ham ideal ta'mirlanibdi. Bu tomonda bo'lsa kvartiramizning zal qismi. O'ziga xos ajoyib qandillar qo'yilgan. Videoni oxirigacha ko'ring, narxi bilan lokatsiyasini eslatib o'tamiz. Kvartiramiz 10 qavatli domning 4-qavatida joylashgan. Xonadonimiz to'liq bitgan, liftlarimizgacha ishlayapti. Bu tomon bo'lsa kvartiramizning spalnya qismi. Kirishimiz bilan bu tomonga alohida o'zi uchun yasatilgan, ya'ni shkaflar qildirilgan. Bu joyda ota-onalar yotoqxonasi va o'zini balkon qismi mavjud. Mana ochiq balkonimiz. Kvartiramiz 2 xona 76 kvadrat metr, egalari to'liq holatda, barcha jihozlari qoldiriladi degan narxda 65 ming narx qo'yilyapti. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Lokatsiyani eslatib o'tamiz. Muhayyodan kelganimizda va yurganimizda Shodiyona turar joy kompleksida, ya'ni 10 qavatli kompleksimiz 4-qavatida joylashgan. Bu domimizning tashqi ko'rinishi, o'zini yopiq hududiga ega bo'lgan va plus o'zini parkovkasi, bolalar uchun maydonchasiga ega. Bu mana domimizga kirish qismi. Bu bo'lsa ko'cha tomondan domimizning ko'rinishi. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa, sizga bitta like bosib qo'yasizlar. Ko'rmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, bizga aloqaga chiqsalaring, pastda nomer yozib qoldiramiz. Bemalol olib kelib ko'rsatishimiz mumkin. Sog' bo'linglar.